Xullas, akalar yaxshimisizlar? Ko'rib turganingizdek, bugungi videoda Roblox o'yinida qanaqadir короче kuchimiz ko'p bola bo'larkanmiz, aqlli bola bo'larkanmiz. Video boshlanishidan oldin like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lsa biz boshladik. Birinchi sovg'alar bo'lsa, olamiz. 20 dona nima tushdi, bu menimcha sal yomonroq. Mayli. Bu narsalarga to'g'ri tushmadim. Clicker o'ynagan. Buni qarab olamiz. Endi to'rtta rang o'chargan, bitta qiyamga ko'rganidek. Nima ekan? Подходи к одной из беговых дорожек. Совет? Начать с желтой, она полегче. Возьми гири и неси до финиша. За раз можно взять не больше 10 штук. Чем тяжелее гири, тем сильнее она тебя замедляет. Хорошей тренировки. Mayli ketdik, yuramiz bo'lsa. Arqon tortib yursa kerak. Mayli. Hoppala. Shunday yetdik ekan. Ketdik. Ancha bular bizga og'irlik qiladi, shuning uchun. Hozirchalik so'ra o'ynagan. Menga yoqotdilagan. Sizlar ham o'ynab ko'rganmisizlar, yozib qoldiringlar. Xo'sh. Ataka. Ushshay bo'larkan, mana. Ye. To'g'ridan tayyormasmi? Ko'rdinglarmi jonini? 20 tonnami? Xo'sh. Birinchi navbatda u bilan ushlayman. Paketni bosib ko'ramiz. Qaranglar jonini. Mayli, endi birinchi navbatda amga bordi yopdi. Menga hali tayyormasman. Gullar ekan. Ferma ekan. Fermada hech nima yo'q. Xullas, dayt bitta ko'ramiz, tuxum. Hozirchalik yaxshi bu. Ne olmadı? Böyle. Hozirchalik bu ikkisi kelgan bo'ldi, tushundik. Endi navbatda inventorimizni o'zlamiz. 350 ta kuch yig'ishimiz kerak ekan. Bilan ko'tara olamanmi? Bitta 550 ta bitta ko'tarib turamiz. Oltin shikda bo'ldi, hozir nimadir oqsillanmish kerak. Bo'ldi, ketdi ekan aytdi. Bitta bosib ko'raylik o'zimizni. Qani, obrat yo'qchi. Bu ham kuch berarkan. Kuch berarkan, kubikka qattiq olamiz bo'lsa. Juda tushunmadim bu o'yinni. Bu o'yinni emas, shu kubikka olish kerak. Yuribam bo'lyapti. Demak, kuchli ham og'rigan.
kubik karton topsa bo'ladi. Serious? Bular bilan urishish kerak. Unda qaranglar. Hozir biza kuchimizni ko'paytirib olamiz. Yangi antel o'rtakchi 350 degan bo'ldi odatda. Har bitta bosganimizda 7 donadan qo'shilyapti. Va 350 ta bo'ldi mana. O'ziyat. Endi 7 tamadi. 11 tadan bu yaxshi. Hop, nima kerak? 550 ta kerak ekan. Hop, bunda biz bunda nima qilamiz? Paran yutamız yoki mana nima ekan? Открыть bosaylik-chi. Bu kulli narsada bo'lsa kerak emas. Pratikani ko'rish kerak. Mana 3 bo'lar ekan akalar. 3 dona kubik berdi. Vay. Xo'sh, mana zadaniyamiz bor ekan bizani. Победи босс еще xullas ruschani biladiganlar tarjima qo'ringlar. Tarjima shu bilan 3 marta ushlar ekanmiz, 5 marta. 6 dona nimamiz bor. Mayli, ham tushiramiz. Ya'ni 2 marta manimcha ursak bo'ldi. Xo'sh. İkiye işler bakar. Bunun istersen akalar 20 marta ko'rsak nima olamiz? Nima deydi? Yangi qumdan nimadir ochamiz, hozir ko'rasizlar. Bo'ldi. Hoppa. Odan matga ochamiz, kiramiz. Xo'sh. Va yana boyaga tushdi-yu. Mayli, hozir tekin nimamiz bormi? Day ochamiz. Bir tonna tushdi akalar. Voy. Hozir yangi nimaga o'tib ketamizmi? Yangiga 25 tonna kerak ekan. Hozir nima qilamiz akalar? Yap yangi tuxumni mana 200 talik tuxumni ochamiz hozir. 5 tani ochamiz hozir. Ko'rasizlar. Vay, uzr anaqa. Menga kuch tushdi aytgancha. Vay, men kubikni qursam o'tirdim. Mayli. Xo'sh, 1 tonnami? 2 tonna kuchim bor ekan salkam. Bu bilan ushib ko'ra olamiz. O'ntadan mayli. Ushib ko'rsak bo'lar ekan atak. Har bitta ularimiz mochni chiqib ochamiz mana. Xo'sh, birinchi bu. Mana shuni ochamiz ham bittakilar. Qani, yaxshiroq. Yaxshi boyagina menimcha. Yomonmi? Boyagina sal yomon ekan lekin. Hozircha yomon emas. Bo'ladi, chirasa bo'ladi hozircha. Keyingi 5 kiloli toshimiz 2 tonnadan keyin ochilar ekan. Bungacha men mashina ko'taraman. 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 Mayli, 10 tadan bosgandan ko'ra 31 tadan bosishimiz hozir 2 tonna bo'lsa, yana yangi 5 kiloli tosh olamiz hozir. Xo'sh. Mana 2 tonna bo'ldi. Mana 5 kiloli tosh oldik. Endi bu bilan ushib ko'raylik, balki yutarmiz. Oho. Bitta udarga qolmadimmi?
Voy. Bitta toriga qolmadimi? Uncha kuchli abo reklamam yana. Ketgan bu. Bola chaqirib turamiz endi. Montaram bersa ham juda yomon bo'lmaydi. Shuna pulli narsa bo'lsa kerak. Mashina hali bir tushunganim yo'q demoqchi edim. Pulli narsa ekan bu ham. Reklama mana nima bu? Bu qanadir yapın nimaga kerak menga? O'sha. Narsalar bor ekan. Qanaqa o'tiradimi? Hop. Unda 20 ta bitta ochamiz. Tuxum. Hop. Başka bitta o'rgimchak tushdi. Вообще zo'r bo'ladi. Qani tovuq tushdi, eng oddiysi. Mayli deymiz, mana fermaga kiraylikchi. Mana jubu bor. Faqat 3 ta narsa qo'ysa bo'ladimi? Uni ham qo'yaylik. Hop. Bo'ladi. Endi yangi kantelimiz qanchaga ekan? Yangi kantelimiz 8 tonna ekan. Onun uchun voy. O'tagili. Hozir videoni tezlashtirib yuboraman va 8 tonna bo'lganda qo'yamiz. Qani ketdik. Shakalar, xullas mana ozgincha qoldi. 8000 tonnami, nimaligini tushunmadim. O'shanga mana biz 8000 ta bo'ldik. Ana 10 kilogramlik toshni olamiz. Hop, olganimizdan keyin qanchani? 47 dan qo'shyapti. Deyarli boyagidan sal kuchliroq. Tekinga narsa berar ekan bizga. Hop, menimcha kubik bersa ancha yaxshi bo'lardi. Qonlari bir tabdala narsa ekan. Mayli. Qani va elita yaxshi, bu zo'r. Zo'r emas, endi bo'ladi. Ozchalik. Elitaga endi ikkita tuxum ochib yuboramiz. Bittasi mana shu o'rgimchakga ushlasak, juda ham zo'r bo'ladi. Qani? Yo'q, cho'chqa. Endi o'rgimchakda, voy. Uni ochmaganimiz yaxshi-da bu. Endi nima qilamiz? Endi nima qilishimizni o'ylab olaman. Qani men bundan ko'taramiz. Hop, ketdik. Ko'tarsam bo'lagan mana akalar. Bemalol mana bu ko'taribman. Bunga 118 ta nima berdi, kubik berdi. Ammo o'tolamiz. Buni ko'tarmasligim deyarli aniq. Lekin ko'rish kerak. Yo'q, ko'tarsak bo'lagan buni. Necha berdi? 200 ta berdimi? Voy, reklama. O'chiramiz. Boqamiz, ketdik. Mana shu yaxshi ekan, menimcha. Uni olamiz. Hop. Ketdik ekan. Xo'sh akalar. Video qiziqarli bo'lyaptimi? Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, like kutaman sizlardan. Kommentariyada xohlagan so'zlarni qoldiringlar. Masalan, keyingi safar qanaqadir o'yin bo'lishi yoki omad yoki xullas xohlagan narsani yozib qoldiringlar. Birma-bir o'qib chiqaman. Hop, mana shuni 10 qilsak berarmikin, yangi darajaga o'tarmikin? Ya'ni yangi kontent ko'tara olarmikin bizda o'tganda? Hop. Ikkita qilsa ham bo'ladimi? Ikkita qilsa ham bo'larkan-ku. Endi uchun. Hop. Ikkita qilsak to'g'risami? To'g'ri. Hop. Ushsa ko'tara olamizmi? Ko'tara olamanmi degan savol bor.
Ya bu bo'lmaydi. Ikkita bo'ladi. Yo'q. Bitta qolib ketdi. Ikkita boraylik, muncha. Mana bo'lmasa kerak. Mana akalar ko'rganlaringizdek onlayn yuguradigan joy ham borgan. Onlayn o'ynaydigan bo'lar ekan. Bitta boraylik. Sportsmen deb qo'yibman ustimga. Orqamda ikkita mushuk yuribdi. Mayli. Biz yo'q. Reklama yo'q. Sesleri. To'rtta olamizmi? Devam. Ну, oltita sal qiyin ekan. Qani 6 tani ko'rsak nechta berar ekan? Hozir ko'ramiz. 700 ta berardimi? Oho. Bundan bir 10 ta ko'tarsak mana shu kichkinani. Nima deysizlar? Ko'p berarmiz? Buni o'tamiz qani. Yo'q. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6. Akalar, 10 tadan oshmas ekan u. Voy. Mayli. 500 ta, yo'q. 500 ta zo'r. Просто bundan ko'tarsa undan ko'p beradi. 700 ta beradi bu. Pushta esa ikkita ko'tara oladi, 400 ta beradi. Bundan nechta edi? 3 ta 4 tamidi? Yo'q, 4 ta 5 ta edi. Yo'q. 7 tamidi. 8 ta qoraylik. Ketdik. 8 ta ham zo'r. Mingta berarmikan? 900 ta berdi. Yo'q, reklama. Mayli, ham bitta sovg'a bor ekan. Qani ketdik akalar. 5 tonna bu zo'r. Hozir mana shuni 20 tonna qilamiz. Tez. Bo'ldi. 20 tonna qilsak, yangi nechta olamiz? 7 tani 8 ta olamiz. Mana 8 ta olamiz. Yavag'ida 1 tonna beradi. Mana shundan hozir videoni tezlashtirib olib 20 tonna bo'lganda qo'yib yuboraman. Qani ketdik. Plus akalar ko'rib turganlaridek 20 tonna deyarli 20,5 tonna qildik. Endi navbatda yangi nima olamiz? Mana. Endi qiziqayotgan narsani olib ko'tara olamanmi? Mana ko'tarib ko'raylikchi. Lekin 16 dan qo'ysa 126 dan qo'sharkan. Reklama bo'ldi yana. Olamiz, bosamiz. 189 dan qo'sharkan. Yaxshi. 5000. 5 tonna bo'lsa kerak. 129 dan qo'shsa yaxshi. Lekin undan bitta bo'lsam-chi. 55 dan.
Ye, necha bo'ladi? Patanamakka borsak bo'larkanmiz. Faqat sen bilan men. O'sha. Yaqindan bir bo'ladi. Azim shoh bo'ladi. Ya'ni ilikka bugun shanbaga dars bor. Bari. Vaqt qoldi. Yandex. Wow. Mana xullas akalar 31 tonna kuchi yubordik. Endi 20 kilolik tosh olamiz. Har bitta bosganimiz mana 30 tonna o'shalar. Endi mana boya menga sakrab qo'yganlar bilan o'shamiz. Yeb tutar yoqamanmi? Mayli. Xo'sh, buni ham olsam 250 210 bitta kubikimiz bor. Endi bunga tuxum ochoramiz va yaxshi set tushadi degan umiddaman. Yaxshimi? Bu yomondan sal yaxshi, lekin chirasa bo'ladi. Hop, buni qilamiz. Hop, qo'yib chiqarib tashlaymiz. Qaramiz. Hop, mana qildik. Endi yana bitta sovg'amiz bor ekan. Qani? Oy, shu patga ham reklama. Xo'sh, 1 tonna berdi bu. Hech nima emas 1 tonna, lekin mayli deymiz. Hop, yana turishamiz. 1 tonna kubik beribdi akalar. O'zima kuch berdi bo'lim. Valla o'zimni 5 ta ochamiz akalar. Davay. Birinchisi. Uni cho'yib tushdi. Yomon emas, lekin yaxshi emas, demayli. Bundan ham shu hari tushdi. Endi bitta 2%, davay. 2% bitta. Boyagi. 2%dan tush. Yaxshi, zo'r. Endi fermaga kiramiz. Ularni olib tashlaymiz.
Hammasini olib tashlaymiz chunki bundan ham zo'rlari tushdi. Mana buni qo'yamiz. Buni ham qo'yamiz. Buni qo'yamiz. Akalar ko'p turgan edi 33 x ga ko'par ekan. Mana bitta bosganimda 271 dan qo'shyapti. Tasavvur qilasizlarmi? 271 dan. Hop, buni ko'tara olamizmi? Ko'tara olamiz. 800 dan qo'shyaptimi? Bo'ldi akalar. Hozir mana 35 tonna kuchimiz bor ekan. 50 tonna qilsak 25 kilolik tosh ko'tarar ekanmiz. Mana ketdi. Hozir akalar men 15 mi 25 mi tonna yig'imgacha tezlashtirib yuboraman. Lekin bu menda kamida 20 minut oladi. Shuning uchun videoga like bosib qo'yinglar. Xullas mana akalar 50 tonna xullas akalar mana 1 tonna kubik yig'dim. Hozir nima qilamiz desanglar, birinchi bo'lib tekin narsani ochamiz va 100 dona kubik tushdi. Ha mayli, undan ko'ra bor deymizda. Mana bundan hozir sizlar uchun maxsus 5 ta ochamiz va bizning maqsadimiz mana bu 2% nimani o'sha garchi tushuninglar. Birinchi tuxumimiz va mayli bo'ladi. Hozirchalik yomon. Bitta 2%. Tabi bittami ari berar. Buni tulki emas, bitta ari en minimalki. Tulki. Hop, fermamiz kiramiz. Bizlar nimalar bor? Ko'rib turganlar mana bu 4 ta qo'ycha bilan faqat u pullik ekan. Hop, buni yo'q. Xullas akalar mana endigina navbatda nima qilamiz? Xo'sh, 51 tonna kuchimiz bor ekan. Buni yopibmiz. Mana 25 tonnalikdan oldik. Hop, endi nima qilamiz? Xullas akalar mana video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Agar yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin qanaqa o'yinlar o'ynashimiz yoki davom chiqsinmi yoki yana qanaqa o'yinda o'ynashimizni yozib qoldiringlar va bu video yoqdimi, yoqmadimi shuni ham yozib qoldirsanglar, hammasini birma-bir o'qib chiqaman. Mayli akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.